Yaponiyadan hammaga xayrli tong. Bugun yuzimda shunaqa glow bilan uyg'ondim, chunki Tokyo Organic'ni atirgul tarkibli penkasi, yuz kremi va SPF dan foydalanyapman. Effekt faqat yuzimga emas, kayfiyatimga ham ta'sir qiladi, chunki yoqimli teksturasi, mayin hidi meni ertalabdan tinchlantirib, tongimni sokin va yuqori kayfiyatda boshlashimga yordam beradi. Bugun noodatiy dam olish kuni, chunki va nihoyat o'z fikrlarim bilan uyda yolg'iz qoldim. Men yolg'iz qolishdan energiya va motivatsiya oladigan insonman. Odamlarni xursand qilish meni 2 barobar xursand qiladi. Bugun bolalarimni xursand qilish uchun ularni eng yaxshi ko'rgan shirin kartoshkali maffinini tayyorladim. Shirin kartoshka hazmni yaxshilab, immunitetni kuchaytiradigan super food hisoblanadi. O'zim uchun esa har kuni matcha tayyorlayman. Matcha ichadigan kunim bilan ichmagan kunim juda katta farq qiladi. Matcha kayfiyatni ko'tarishi tasodif emas, chunki uni tarkibida L-tianin va kofein birga jamlangan. L-tianin miyadagi stressni kamaytirib, tinchlik va fokus beradi. Kofein esa energiya va hushyorlikni oshiradi. Bir stakan ichib olsam, kun bo'yi bolalarimni injiqliklarini ham ko'tarishim ancha oson bo'ladi. Sizgachi asabiy ona bo'lmaslikka nima yordam beradi?